11 yoshli jiyanim tayyorlagan tvorojniklar. Kecha jiyanim o'z qo'li bilan tvorojnik qilibdi. Yeb ko'rgan hamma, yor boribsan deb maqtab tashlashdi. Shuncha maqtovdan keyin manam chidamli retseptini olib sizlar bilan birga tayyorlab ko'rmoqchiman. Oddiy mazali, hatto bolalar ham qila oladigan retsept, demak siz ham aniq eplaysiz. 350 gram un, 150 gram margarin, 10 gram razrihlitel va 1 piyola shakar aralashtirib qurg'oq holatiga keltirib olamiz. Boshqa idishda 400 gram tvorog, 1 piyola shakar va 3 ta tuxumni qaymoqsimon massa bo'lgungacha blender qilib olamiz. Retseptim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Shunaqa oson, kam xarj retseptlar kerak bo'lsa, menga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Men xursand bo'laman. Urvog'imizni o'zimiz xohlagan qolipga sepib chiqib, yarmini ustidan qaymoqsimon massamizni surib, ustidan qolgan yarim urvog'imizni sepib, duxovkaga 180 gradusga usti chiroyli qizarib chiqqungacha pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin tvorojnikimizni sovutib olishimiz kerak. O'shanda tvoroglar yaxshilab qotib oladi. Men o'zim 11 yoshligimni eslab uyalib ketdim. Jiyanim esa молодец.